otani qo'rqib hurmat qilganda qanaqa muammolarga olib keladi yoki otani yaxshi ko'rib hurmat qilganda qanaqa holatlarga olib keladi? Shu videoni oxirigacha ko'ring, albatta javobini olasiz. Otani hurmat qilish kerak, otani yaxshi ko'rish kerak. Lekin hayiqish va qo'rqish, menimcha otadan eng yaqin insoningdan qo'rqsang, bu degani keyinchalik ham uylanganingdan keyin har qanaqa ehtiyojingni xotining orqali yetkazasanmi? To'g'ridan-to'g'ri muloqotga hech narsa yetmaydi. Chunki ota ham inson, uni ham o'zini emotsiyalari bor, hissiyotlari bor, tuyg'ulari bor, o'zini fikri bor. Hurmat qo'rquv orqali erishmaydi. Qo'rquv orqali bor, vaqtinchalik qisqa. Uni umri qisqa unaqa hurmat. Chunki aka qo'rqyapti, hurmat qilyapti. Ertaga qo'rqmay qo'ysa hurmat qilmaydi. O'smirlarda ayniqsa bu seziladi. Yosh kattaroq bo'lib, gavdalari chiqib, ovozlari do'ng'illab qolganda otasiga sapchiydigan bolalar ko'p-ku. To'g'rimi? Nima sababdan? To'g'ri, u bolaligida qo'rqqan. Hozir katta bo'lib o'ziga ishonch paydo bo'ladi. O'zimni himoya qila olaman. Ura olmaydi meni degan fikr bo'ladi-da, uje sapchishni boshlaydi. Lekin hurmat qilsa, yaxshi ko'rsa otani, u bir tekisda o'sadi. O'smirlik paytida ham bemalol murojaat qila oladi, bemalol gaplasha oladi. O'zini fikrini ayta oladi. Yoqmagan narsasini yoqmadi dadajon deydi. Keyin adasi tushuntirib beradi unga. Tushuntirish bo'lishi kerak-ku, tushunish va tushuntirish, to'g'rimi? Misol uchun nimaga yoqmayapti? Lekin yoqmaganining sababi o'zi mana bunaqa deb ota ham tushuntirib beradi.